Hammaga assalomu alaykum. Bugun bitta Freeliner kaskadi sotgandik. 24 oy rassrochkaga, Xovalnasiyaga, Jamshid akamizga 75 mingga 10 ming down payment bilan sotgandik. Jamshid akamiz Kaliforniyadan Illinoisga yuk olib ketgan edi. Yo'lda Western akamizni to'xtatib, ingliz tilini tekshirgan savollarga javob bera olmagan akamiz. Keyin drive license'da turadigan adres boshqa ekan, hozir yashayotgan adres boshqa ekan. Shu uchun drive license cancel qilib akamizni anaqa detentionga tiqib qo'yibdi. Kichkina minus uchun. Hozir Trump tog'alarimiz ko'ryapsizlar. Trump tog'amiz ingliz tilini birinchi o'rishga qo'yib qo'ydi truck driverlar uchun. Shuncha akalar ingliz tilini o'rganib yuraylik. Sizlar uchun Filar degan ilova topdim, 100% bepul. Aynan sizlar uchun chiqarilgan shu Filar degan ilova. Shu Western to'xtatganda qanaqa savollar keladi, nima savollarga to'g'ri javob berish kerak, police officer to'xtatganda qanaqa savollar keladi, qaysi savollarga to'g'ri javob berish kerak, shu ingliz tilinglarni kuchaytirish uchun aynan truck driverlar uchun chiqarilgan. Shu ilovani yuklab olsanglar, yuk yutayotganlarda vaqtinglar yarim soat 40 minut bo'lsa ham shu ilovaga kirib tayyorlanib yursanglar, ingliz tilini bemalol sudda gapirsanglar inshaalloh. Ilovani yuklab olinglar. Men sizlarga ko'rsataman hozir qanday yuklab olib, qanday kirib, qanday tayyorlanish kerakligini ko'rsatib beraman. Agar mana Filar degan ilovani kirasizlar, Storage Dialogs'ni bosasizlar, Storage Dialogs'ni ichiga kirasizlar, All Topics'ni bosasizlar, Truck Driver'ni ichiga kirasizlar, Policy Inspection'ni ichiga kirsanglar, sizlarga mashina dars chiqarib beradi. Mana shu darsni o'qib o'rgansanglar ham bo'ladi, yo'q o'zinglar praktika qilinglar kelsa praktikasini ichiga kirasizlar, Truck Driver'ni tanlaysizlar. Mana shunaqa bot chiqarsizlar, bot bilan gaplashsanglar bo'ladi. Could you please pull over to the side of the road for a routine inspection? Yes, of course, sir. Ilk bilan gaplashsanglar bo'ladi. Sizlarga mana shu informatsiya chiqarib beradi, darsga qanday savollar keladi, nima javob berish kerak. This is a routine DOT inspection. I need to check your CDL Hammamiz license, ingliz tilini o'rganib registration, yuraylik. and your electronic logbook, please.